50 gram eritmaga qanday massadagi suv qo'shilganda eritma konsentratsiyasi 3 marta kamayadi? Berilishini yoza olamiz. Eritma bor ekan, unga suv qo'shilibdi va katta eritma ko'payadi. Undagi erigan modda emas, suvi ko'payadi. Erigan modda tuzi, masalan, tuz erigan bo'lsa, o'sha tuz. Suvi ko'payadi, katta eritma hosil bo'ladi. Konsentratsiyasi 3 marta kamayadi. Demak, boshlang'ich eritma 50 gram ekan va foiz konsentratsiyasi aytilmagan. Lekin 3 marta kamaydi. Shuning uchun boshlang'ich eritmanikini 3x foiz deb oldik va hosil bo'lgan eritmani foiz konsentratsiyasi x foiz deb oldik. Shunda 3 marta kamaygan bo'ladi. 3x foizdan x foizga kamaygan bo'ladi 3 marta. Endi 50 gram bu eritmaniki, umumiy eritmani massasi. Topish kerak suvnikini. Suvni massasini topish kerak. Qo'shilgan suvni. Umumiy 50 gram bu 100% bo'ladi. Sababi eritma hammasi. 50 gram 100%. 3x foizi bu tuz. 3x foiz. Erigan moddaniki. Proporsiya orqali topamiz. 50 ni 3x ga ko'paytirib 100 ga bo'lamiz. 50 bilan 100 ni qisqartirib olsak 0.5 bo'ladi. 0.5 3 ga ko'paytirsak 1.5x. Tuz topildi. Suv qo'shilgan, tuz o'zgarmagan. Demak, hosil bo'lgan eritmadagi tuz ham shuncha. Shu tuz x foizga to'g'ri keladi. Foiz konsentratsiya erigan moddaning foizini ko'rsatadi. 100% topishimiz kerak. Ya'ni eritmani barchasini. Proporsiya 1.5x 100 ga ko'paytirib x ga bo'lamiz. X bilan x qisqaradi. 1.5 100 ga ko'paytirsa 150. Bu eritma. 150 gram 100%, ya'ni eritma. Hosil bo'lgan eritma demak 150 gram ekan. Hosil bo'lgan eritma. 50 gram edi, 150 gram bo'lib qoldi. Demak, qo'shilgan suvni topamiz. 100 gram suv qo'shilgan ekan. To'g'ri javob B variant.